U qo'shiq o'zi meniki. Men yozdirganman uni. Anaqa konsert bilan aytib Xalqlar do'stligi san'at saroyini qanchalik sog'ingan ekansiz? Sog'inch juda ham kuchli. Bu kechagi konsertda o'zida ma'lum bo'ldi. Birinchi o'chirib katta hayajon albatta. O'zi oldin ham chiqib yurganimizda har safar hayajon bo'lgan. Bu safar undan kuchli chunki bu sahnani anchadan beri ko'rmadik. Hayajonga to'lamiz. Sizni muxlislaringiz yoki Benomi muxlislari Benom guruhiga qo'shilish taklifini berganda, sizni javobingiz bu savolga qanaqa bo'lgan bo'lardi? Yo'q, endi shunaqa takliflar ham bo'ldi. Endi baribir hammani o'zini guruhi bor, o'zini o'rni bor albatta. Shuning uchun hamma o'zini joyida qolgan yaxshi. Siz bundan keyin yakkaxon ijod qilmoqchimisiz yoki Ummonni birgalashtirib, xudo xolisa birga bo'lib ijodni boshlash maqsad. Munisa Rizayeva bilan O'ylamading taronasini aslida duetini siz kuylashingiz kerak bo'lgan. Nima uchun siz duet kuylamagansiz? U qo'shiq o'zi meniki. Men yozdirganman uni. Tepasida turib, mehnat qilib. Endi o'sha payt ozgina pauza olganimdan keyin qo'shiqni sotib yubordik. Munisiga endi o'sha payt duet kelishganmiz. Oradan vaqt o'tdi. Duet etdik. Men ovozlarimni ham zapis qildim. O'sha klip kelganda ozgina tushunmovchilik bo'lib qoldi Munis bilan. Kelisha olmadik xolos. Endi ijod yo'lida har xil ishlar bo'ladi, har xil vaziyatlar bo'ladi. O'shaning uchun sal kelishmaganimiz uchun duetda anaqa konsert bilan aytyapman. O'zingiz aytasiz, bu o'zim avtoriskiga anaqandosiz, ashulamanga tegishli bo'lgandosiz. Nima uchun Munisa Rizayeva bilan duet kuylashi o'rniga o'zingiz aytmadingiz, aytib qo'ya qolmadingiz shu ashulani? Bu o'zim aytgan versiya ham chiqqan uni. Uni eshitdik. Uni chiqarganmiz 2-3 yil oldin. Endi hech qayerda reklama qilmaganman, prosta YouTube'ga qo'yganman. Tashirmiz balki, lekin turibdi hali ham YouTube. Demak, yomon e'tiroz bildirmagan. Yo'q, yomon e'tiroz men tarafdan ham, u tarafdan ham bo'lmagan. Ularniki zo'r ketdi chunki professional ishlandi, hammasi boshqatdan chiroyli ishlandi. Endi meniki takoy demo versiya. Demo versiyani prosta YouTube'ga qo'yib qo'ygan edim. 2-3 yil oldin. Hali ham turibdi, lekin qidirsanglar chiqadi, eshitib ko'ringlar, baho berasizlar. O'sha ashuladagi repni boshqa ashulangizga qo'shish niyat bormi yoki yo'q? Buni ham o'yladim, chunki u yerda rep zo'r yozilgan, imенно o'sha Ummonni stilida, Munis bilan chiqqan versiyada konsertni o'zi yozgan. Bu versiyada o'zimni xarakterimga, o'sha Ummonni stiliga moslab yozilgan. Bu narsani ham o'yladim, balki chiqararman boshqa ashulalarda qo'shib. Chunki zo'r yozilgan haqiqatdan. Men o'zimga ham yoqadi. Rahmat. Xo'p. Sog' bo'ling. Sog' bo'ling.